Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida hafta davomida amalga oshirilgan loyihalar, xalqaro hamkorliklar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, talaba hamda ustozlarning faoliyatiga doir so'nggi yangiliklar, bularning barchasi haqida haftalik dayjestda so'z boradi. Efirda men Ikromxo'ja Sa'dillayev va hamkasbim Amina Ismoilova. Dasturni doimgidek xalqaro tashriflarga doir xabarlar bilan boshlaymiz. Joriy yilning 8-noyabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi Pedagogika universiteti vitse-prezidenti Ma Libang boshligidagi delegatsiya oliygohimizga tashrif buyurdi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik, ilmiy, amaliy va strategik munosabatlarni yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qildilar. Joriy yilning 10-noyabr kuni oliygohimiz katta o'qituvchilari UNESCO haftaligi doirasida Samarqandda tashkil qilingan "O'tmishni asrab kelajakni barpo etish" nomli UNESCO workshopida ishtirok etdilar. Koreyaga safar davomida rektorimiz Gulchehra Rixsiyeva Gyeongkook universiteti prezidenti Chung Tai-jo bilan uchrashib, o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Ikki universitet o'rtasida bitim yangilandi. Hamkorlikning turli yo'nalishlaridan tashqari, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida yaratilishi rejalashtirilayotgan markaz faoliyatini tashkil etish bo'yicha muzokara bo'lib o'tdi. Yaqin muddatda shartnomaga ko'ra, Gyeongbokdo provinsiyasi va Gyeongkook universiteti granti asosida universitetimizda koreys tili bo'yicha yangi markaz o'z faoliyatini boshlashi ko'zda tutilgan. Joriy yilning 13-noyabr kuni oliygohimizga Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Kubanichbek Omuraliyev tashrif buyurdi. Ma'ruza davomida Kubanichbek Omuraliyev yoshlarning ta'lim, ilm-fan va madaniyat sohalaridagi faol ishtirokini kuchaytirish, shuningdek, Turkiy davlatlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash masalalari haqida so'z yuritdi. 11-noyabr kuni universitetimizda O'zbekiston kasaba uyushmasi xodimlari kuni munosabati bilan sport sog'liq garovi mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda oliygohimiz o'qituvchilari ham faol ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Dasturimizni xalqaro grantlar rukni bilan davom ettiramiz. Endilikda El-Yurt umidi jamg'armasi 2025-yil 2-ochiq stipendiyasi uchun tanlov e'lon qildi. Hujjatlar joriy yilning 26-oktyabr sanasiga qadar qabul qilinadi. Shuningdek, oliygohimizda Karyera rivoji nomli akademiya ham o'z faoliyatini boshladi. Unda sizga xalqaro grantlar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Akademiyada ishtirok etishni istasangiz, har oyning 2 hamda 4-chorshanba kunlari asosiy binoning 5-auditoriyasiga borishingiz mumkin. Endilikda universitetimizda tashkil etilgan IQ Lab to'garagining faoliyati kengaytirildi. Endilikda bu to'garakda talabalar qo'lyozmalarni o'qish, ularni tahlil qilish va matinshunoslik asoslari kabi bilimlarni o'zlashtirishlari mumkin. Agarda sizda ushbu to'garakka qatnashish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, kafedra mudiriga murojaat qilishingiz mumkin. Dayjestni doimgidek talabalarimiz yutuqlariga doir xushxabarlar bilan davom ettiramiz. Arabshunoslik oliy maktabi 3-bosqich talabasi Shahobiddin Yo'ldoshev respublika miqyosida tashkil qilingan xorijiy tillar tanlovida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Xuddi shu tanlovda Yaponshunoslik oliy maktabi 4-bosqich talabasi Adilova Nasibaxon ham yapon tilidan qatnashib, 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Talabalarimizni hamda o'qituvchilarni ushbu yuksak natijalar bilan muborakbod etib qolamiz. Shu bilan haftalik dayjestning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.